Biz o'zbeklar replarimiz, rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi such qatorda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring xola, o'tiring. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Go'shtni tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon apa, iltimos tushing, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka, mahallamga olib borib qo'ying. Tushing apa, iltimos tushing. 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 Apa beni nimaga qo'rqitaryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi.